Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Sirojiddin Yakubov. Bugungi darsimizda Celery Worker'imizni Docker Compose orqali konteynerizatsiya qilamiz. Yodingizda bo'lsa, oldingi darsimizda Celery Worker'imizni sozlab, uni lokalda ko'tarib ko'rgandik. Umuman olganda lokalda shunchaki terminalda mana shu komandani berish orqali ko'targandik. Endi mukammallashtirishga davom etamiz. Docker Compose ichida servis ko'rinishida yozamiz bugun Celery Worker'imizni. Birinchi navbatda ishni nimadan boshlaymiz? Har doimgidek kodlarni tekshirib olishdan boshlaymiz. Lokalda ushbu kodlar oldingi darsimizda yozilgan kodlar, hech qanaqa qo'shimchalar qo'shilmagan. Run server komandasi orqali run qilib ko'raman. Mana ishlayapti, ko'rib turibsiz. Muammosiz ko'tarildi server. Serverimizni ham bitta ko'zdan kechirib olamiz. Serverimiz ham ko'tarildi. Mana proses ishga tushdi. Yaxshi. Endi terminate qilaman, menga kerak emas. Ishni nimadan boshlaymiz? Birinchi navbatda tushunib olishimiz kerak, workerimiz o'zi qanday ko'tariladi. Workerimiz mana shu proyektimiz kodlari ustida ko'tarilishi kerak. Nega desangiz, e'tibor qiling. Masalan, tasks.py faylga kiradigan bo'lsak, bu yerda biz turli xildagi importlarni amalga oshirganmiz. Mana masalan, .modulesdan report import qilingan, Djangodan content file import qilingan. Ushbu importlar ishlashi uchun bizda mana shu webimizning o'zidan olingan nusxa bo'lishi kerak. Ya'ni barcha environmentlar yuborilishi kerak. Mana shu Docker file build qilinishi kerak. Yana nima? Xo'sh, depends on masalan DB va Redis'lar bo'lishi kerak. Mana shu web servisimiz o'zini qanday tutadigan bo'lsa, workerimiz ham xuddi shunday tutadi. Faqat bitta shartli tomoni, ushbu servisimiz 8001 port orqali barcha requestlarni qabul qiladigan bo'lsa, workerimiz aksincha hech qanday port orqali ma'lumot qabul qilmaydi. Uning o'rnida Redis yoki RabbitMQ dan ma'lumotlarni olib ishlaydi. Bu joyga chuqurroq to'xtalamiz, xavotirga hech hojat yo'q. Keling, webdan nusxa olaman va pastda Redisdan so'ng yangi servis qilish uchun tashlayman. Demak, nomni webdan Celery Worker ga o'zgartiramiz. Mana Celery Worker. Konteyner nomiga ham Celery Worker qo'yaman, image ga ham Celery Worker. Port bizga kerak emas, aytib o'tganimdek. Environmentimiz kerak, depends on kerak, volumelar kerak emas. Sababi volumelarning o'z vazifasi statik va media fayllarni volume ga olib chiqish edi. Bu ishni bizda web bajarib beradi. Env fayl kerak. Sababi env faylimizni yubormasa, kerakli ma'lumotlarni o'qimasa, muvaffaqiyatli build qilinmaydi proyektimiz. Health check yozamiz, faqat ozginadan keyin birinchi navbatda ishlatib tekshirib ko'raylik. Restart always turadi. Endi web servisimizga yaqindan nazar tashlaydigan bo'lsak, bu yerda Docker fayl ko'rsatilgan. Docker fayl ichiga boradigan bo'lsak, Docker faylning oxirida biz entrypoint.sh faylini execute qilib yuboryapmiz. Entrypoint.sh fayli ichida esa biz databasimizni tekshirib ko'ryapmiz, connection bor yoki yo'qligini, kerakli package-larni o'rnatyapmiz, make migrations, migrate komandalarini beryapmiz, create super user komandasini beryapmiz. Hozircha kommentda tura qolsin shu. Statiklarni collect qilyapmiz. Yaxshi, barchasi zo'r, faqat biz Celery'mizni ko'tarish vaqtida biroz boshqacha komanda ishlatar edik. Yodingizda bo'lsa, mana bu komandani ishlatar edik. Endi nima qilishimiz kerak? Oldimizda bir necha variantlar bor. Yangi bir entrypoint.sh fayl yaratishimiz mumkin, lekin men bu yerda yangi bir entrypoint.sh fayl yaratishdan hech qanday naf ko'rmayapman. Nega desangiz, ushbu
komandalardan 60% bizga kerak emas. Masalan, make, migrations va migrate bizga kerak emas. Sababi salary worker migratsiyalar uchun javobgar emas yoki statiklarni collect qilish uchun. Yoki bo'lmasa database ga connection'ni salary balki tekshirib ko'rishi kerakdir, lekin juda ham muhim emas. Uning o'rnida biz salary'imizda depends on degan joyda webimizni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni web ishga tushganidan so'ng workerimiz ishga tushishini talab qilsak bo'ladi. Mana bu yerda mana webni qo'shib qo'yamiz. Faqatgina bizda service healthy mavjud emas. Qanday qo'shamiz? Keling, internet izlab ko'ramiz. Docker compose depends on. Condition service healthy. Bu yerda service healthy orqali qilingan ekan. Depends on ning o'ziga boraman. Depends on shunchaki chiziqcha orqali qo'shib qo'ysak bo'ladi. Demak, web. Menimcha birinchi navbatda tashlashim kerak. Yo'q, bu yerda ham xato. Menimcha agar mana bularni kommentga olinadigan bo'lsa, shundagina mana bunday qilib web qilib qo'yish mumkin. Yoki bu formatda yoki bu formatda qabul qilar ekan. Keling bo'lmasa webni olib tashlayman. Webni mana bu yerda healthy condition bilan qo'shaman. Faqatgina buni kommentga olib turaman. Biz keyinchalik web servisimizga healthy conditionni qo'shganimizdan so'ng ushbu funksionallikdan foydalansak bo'ladi. Hozircha muammosiz ishlashi kerak shundoq ham. Keling endi davom etamiz. Bizga asosiy kerak bo'ladigan komandalar bu yerda package'larni o'rnatib olishimiz kerak workerimiz uchun. Sababi package'larimizni o'rnatib olmasak workerimiz ishlay olmaydi. Django yoki mana masalan Celery task faylimizga keladigan bo'lsak, Django o'rnatilgan bo'lishi kerak, Celery o'rnatilgan bo'lishi kerak, Pandas o'rnatilgan bo'lishi kerak. Umuman olganda barcha package'lar kerak. Demak, ushbu komandani olaman va mana bu yerda entry point ni qayta e'lon qilaman. bash -s mana bunday va shundan so'ng salary komandamizni berishimiz kerak. Menimcha tushunarli bo'ldi barchaga. Birinchi navbatda package'larni o'rnatib olyapmiz va undan so'ng salary komandasini run qilyapmiz. Bash orqali ushbu komandalarni amalga oshiryapmiz. Endi savol tug'ilishi mumkin. Bundan oldin ham buni tushuntirgandim, lekin yana bir marta aytib o'tib ketaman. Bu yerda yozilgan komanda ishlaydimi yoki entry point ichidagi yozilganlarmi? Albatta ustuvorlik jihatdan Docker compose mana bu yerdagi komandani ishga tushiradi. Bu yerdagi komandalar esa ignore qilib yuboriladi. Shuni yoddan chiqarmaslik kerak. Menimcha barchasi yaxshi. Keling endi ko'taramiz konteynerimizni, environmentimizni dev. Darvoqe. Yodingizda bo'lsa, oldingi darsimizda unicornimizda loglarni ko'rishda birmuncha muammo bo'lganda, buning sababi mana settingsga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda biz devni testingdan oladigan qilishimiz kerak. Sababi debug true bo'lishi kerak. Hozir razrabotka ketyapti. Demak, qandaydir errorlar chiqadigan bo'lsa, biz ko'rib turishimiz kerak. Bu errorlarni
Bundan tashqari testing payiga o'tib SQLite emas PostgreSQL ni ishlaydigan qilamiz va environmentimizga o'tib parollarni ham bir xillashtiraman. dbdev to'g'ri, electro2 damepas Postgres emas, demo user bo'lishi kerak. Albatta allowed host qo'shilgan bo'lishi kerak ishlashi uchun, bo'lmasa xatolik yuz beradi. Qolgan barcha ma'lumotlar menimcha yaxshi. Endi ushbu komandani bemalol berishimiz mumkin. Kerakli demak imijlarni yuklab olish boshlandi. Docker Hub'dan Redis va PostgreSQL pulling amalga oshirilyapti. Konteynerlarimizni tekshirib ko'ramiz. Docker ps orqali e'tibor qiling, web dev barchasi app ozgina kichiklashtirsam menimcha yaxshiroq ko'rinadi. Ha, barchasi ko'tarilgan. Keling endi Docker logs orqali Celery worker devni tekshirib ko'raman. Celery'miz ko'tarilgan. E'tibor qiling, mana workerimiz ready. Queue'larimiz joyida. Redis devga ulangan. Barchasi yaxshi. Faqatgina bitta muammo, task events off ekan. -e qo'yish orqali eventlarni monitor qilib borsak bo'ladi. Yodingizda bo'lsa, men oldingi darsimizda mana bu yerda DjangoDB ni ishlatgandim, to'g'rimi? Ushbu DjangoDB orqali rezultatlarni backendga yozgan edik. Mana bu yerda -e ni qo'yish orqali eventlarni aynan success or failure shunga o'xshash ma'lumotlarni barchasini Celery bizga beradi. Davom etamiz. Tekshirib ko'rishingiz ham mumkin, internetdan izlanib ko'rasiz ushbu komanda haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun. Men esa davom etaman. Hali ushbu qo'shimcha komandalarga qaytamiz, hech ham xavotirga o'rin yo'q. Bu tomoni bo'yicha sizlarga oldingi darsimizda ma'lumot bergandim. Hozir konkurensiya va boshqa qo'shimcha komandalar haqida gaplashamiz.
Endi e'tibor qiling. Hozirgi vaziyatda biz deyarli web servisning o'zidan foydalanyapmiz. Juda ham ko'p kodlar takrorlangan, e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana shuni oldini olish uchun YAML faylda takrorlanuvchi kodlarni oldini olish uchun o'zgaruvchi yaratish imkoniyati mavjud. Hozir men sizlarga kodlarni qanday qilib improve qilish mumkinligini ko'rsatib beraman. Buning uchun o'zgaruvchi yaratib olamiz. Mana ushbu blokdan o'zgaruvchi yaratib oldik va keling endi mana bu kodni vaqtincha kommentga olaman. Celery worker yaratamiz va bu safar workerimizni yaratish vaqtida quyidagicha komandadan foydalanaman. Mana bunday. Bu degani yuqoridagi webning ichidagi barcha ma'lumotlarni mana bu blokka olib keladi. Endi e'tibor qiling. Bir nechta narsalarni qayta takrorlashimiz kerak. Mana masalan entry pointni, konteynerimiz nomini, yana nima? Webdan farq qiladigan ma'lumotlar. Menimcha boshqa barcha ma'lumotlar webda ham xuddi shunday image. Image ham mana shunday. Keling endi bu terminalni ishlatmaymiz. Mana bu terminaldan foydalanamiz. Qayta down qilaman. Qayta up qilamiz. E'tibor qilamiz. Bu yerda nima deyapti? 8001 port allaqachon yaratilgan deyapti. Docker ps qilib ko'radigan bo'lsak, haqiqatdan ham mana 8001 portimiz web ishlatyapti. Bizda hozir nima sodir bo'ldi? Hozir mana bu yerda barcha ma'lumotlarni webdan olganligimiz uchun port mappingni ham olib keldi bu. Mana port mapping bizda 8000-portni 8001 ga tashqariga olib chiq deyilgandi. Mana shu port mappingni endi mana bunday bo'sh qilib qo'yaman. Sababi bizga yodingizda bo'lsa aytganimdek portlar kerak emas Celery workerimiz uchun. Biz Redis'dan yoki RabbitMQ dan olamiz ma'lumotlarni. Qayta down qilaman. Qayta up qilamiz. Docker ps orqali tekshirib ko'rsam, e'tibor qiling, workerimiz ham ko'tarilgan. Loglarni tekshiraman. Mana package'lar o'rnatilyapti. Worker ichida -f orqali real time ko'rib tursam bo'ladi. Workerimiz muvaffaqiyatli ko'tarildi. Ko'rib turganingizdek, bu safar faqat kodlarimiz anchagina optimallashtirildi. Keraksiz ortiqcha kodlardan voz kechdik
qayta takrorlanadigan kodlardan. Xuddi shunday ko'rinishda kodlarni qisqartirsangiz ham bo'ladi. Agarda sizda takrorlanadigan bloklar bo'ladigan bo'lsa, takrorlanadigan bloklarni shunday qilib takrorlanishdan oldini olib sozlashingiz mumkin. Endi qiladigan ishimiz health check yozamiz. Health checkimizdagi test komandamiz qanaqa bo'ladi? Test komandamiz bizda mana bunday. Celery-a core inspect ping. Ushbu komanda orqali Celery ni tekshirib ko'rsak bo'ladi. Keling ushbu komandani avval bu yerda tekshirib ko'raman. Xo'sh, bu yerda virtual environment sozlanmagan. Mana bunday. Endi tekshirib ko'raman. No nodes replied with time constraint. Xo'sh, bu yerda hech qanday nodelar mavjud emas deyapti. Ha, to'g'ri, bu yerda nodelar mavjud emas. Keling endi docker exact -it Celery worker qilaman va dev bash orqali Celery workerimiz turgan serverga kiraman va mana bu yerda endi Celery komandasini beraman. E'tibor qiling. Bizda bitta nodimiz bor. Ushbu nodimiz online va bemalol requestlarni qayta ishlay oladi. Demak, ushbu komandani biz health check sifatida ishlatsak bo'ladi. Agarda nodimiz bilan bog'liq qandaydir muammo sodir bo'ladigan bo'lsa, ushbu komanda mana bunday error qaytaradi. Bu degani servisimiz healthy hisoblanmaydi. Bir nechta qo'shimcha interval, timeout va retrylarni qo'shaman. Yaxshi. Endi qayta down qilamiz. Qayta up qilaman. Bu safar Celery workerimiz oldida health checkimiz bo'lishi kerak. Agarda qaysidir etapda sizda qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarimda o'sha qismga ko'proq urg'u berib, tushuntirib o'tib ketaman men sizlarga. Docker ps orqali tekshiramiz. E'tibor qiling, Celery workerning health statusi starting. Menimcha hali proses, hali start amalga oshirilmoqda. Hozir ishga tushgandan keyin qayta tekshirib ko'ramiz. Mana prosesimiz ready bo'ldi, tayyor connectionlarni qabul qilishga. Endi docker ps komandasi orqali ko'radigan bo'lsak, hali ham starting. Menimcha hali retry qilib qayta yangilagani yo'q. Ha, mana. Endi healthyga o'zgardi. Keling hozirgi holatni tushuntirib beraman. Interval 10 sekund. Demak, bu degani har 10 sekundda mana shu komandani ishga tushirib, shu servisni healthy yoki healthy emasligini tekshirib ko'r deyapti. Demak, biz birinchi marta request qilganimizda docker ps orqali starting turgandi va oradan ozgina vaqt o'tib health status qayta yangilandi va healthyga o'zgardi. Ajoyib. Keyingi qiladigan ishimiz, bir daqiqa, men mana bu yerda agenda yozib qo'ygandim. Ha, health checkimizni yozib oldik. Endi multiple projectlarni qanday qilib Docker Compose'da
konfiguratsiya qilishni ko'rsatib beraman. O'zi nega bu narsa kerak? Ushbu video seriya darslarimda men ketma-ketlik bilan sizga kerakli barcha Docker va Docker Compose bo'yicha bilimlarni berib boraman. Bundan oldin sizlarga bitta servisdan bir nechta replika ko'paytirish haqida ma'lumot bermagandim, lekin hozir shu haqida ma'lumot beraman. Mana masalan, tasavvur qilamiz, Redis'imizga connection ko'payib ketib qoladigan bo'lsa, biz replikalar sonini oshirishimiz mumkin. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun Docker Compose'da maxsus yoziladigan komanda bor. Shu komanda orqali hozir replikalar sonini bittadan 3 taga oshiramiz. E'tibor qiling. Mode replicated va replikalar sonini 3 qildim. Redis uchun. Endi keling down qilaman. Xo'sh. Deploy replicas. Can't set container name. Ha. Agarda replikalarni ishlatmoqchi bo'lsangiz, container name yozmasligingiz kerak. Sababi xuddi shu servisdan bir nechta replika ko'paytirish uchun bitta nomni o'zini ishlata olmaydi. Albatta nomlar dinamik bo'lishi kerak. Ushbu dinamik holatda bo'lishi uchun biz konteynerni nomini shunchaki kommentga olib va qayta ishga tushiradigan bo'lsak, keling hozir birinchi down qilib olaylik. Keyin qayta up qilamiz. E'tibor qilamiz. 1, 2, 3. 3 ta replika yaratildi. Bitta Redisning o'zi uchun. Hozir barchasi ishga tushadi. Docker birinchi clean qilib olaman. Docker ps qilib tekshiradigan bo'lsak, mana 3 ta Redis, uchalasi ham healthy. 3 ta replika yaratildi. Bu degani keladigan requestlarni uchalasidan biri, masalan, bitta Redisimiz band bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi qabul qiladi. Agar ikkinchisi ham band bo'ladigan bo'lsa, uchinchisi qabul qiladi. Umuman olganda katta requestlar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, replikalar sonini oshirish juda ham foydali narsa. Savol tug'ilishi mumkin. Web uchun ham shunday qila olamizmi? Web uchun hozircha qila olmaymiz, lekin keyinchalik qilishimiz mumkin. Nega qila olmaymiz? Sababi hozir biz replikalar sonini oshiradigan bo'lsak, portlarni ham o'zgartirishimiz kerak, chunki 8001-portda faqatgina bitta servis ko'tarish mumkin. Undan keyingi servislar boshqa portda bo'lishi kerak. Buni yaxshi bilamiz. Bu vaziyatda bizga Nginx yordamga keladi. Nginx yoki Docker Swarm orqali replikalar sonini oshirishimiz mumkin. Hali keyingi darslarimizda men sizlarga Nginxni ham xuddi shunday konteynerga olishni ko'rsatgan vaqtimda webni ham replikalar sonini oshirib ko'rsatib beraman. Ya'ni userlar, masalan, millionta user birdan request yuboradigan bo'lsa, o'sha vaziyatda servislarga teng taqsimlab, umuman olganda nagruzkani bir xil ushlab turadi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, biz noldan mukammal bir web servisni qurib boryapmiz va qurishda davom etamiz. Faqat birin-ketinlik bilan chiqib boramiz. Endi xuddi shu replikalar sonini, keling bu yerda shunchaki bir bo'la qolsin, Redis uchun juda ham ko'p replika kerak emas hozirgi vaziyatda. Lekin men sizlarga bugun o'zi nimani ko'rsatmoqchiman? Bugungi replikalarni ko'rsatib berishimdan maqsad, agarda sizda juda ham tez
ko'p amalga oshiriladigan tasklar bo'ladigan bo'lsa, bitta workerning o'zi barchasini ulgura olmasligi mumkin qilishga. Shu vaziyatda sizga replikalar yordami keladi. Keling endi xuddi shu konfiguratsiyani worker uchun ham so'zlaymiz. Lekin yodingizda bo'lsa sharti bor edi. Container name'ni olib tashlash kerak. To'g'rimi? Xo'sh, agar container name'ni olib tashlasak, bizda keyingi muammo yuzaga keladi. Qaysi muammo? Webda container name mavjud. Demak, webdagi container name'ini o'qishni boshlaydi. Agarda kelib bu yerdagi container name'ni ham mana bunday kommentga oladigan bo'lsak, menimcha hammasi ishlashi kerak. Image'larni ham olaman. O'zi avtomatik generatsiya qilib beradi barchasini. Hech ham xavotirga hojat yo'q. Xo'sh, Redis uchun qoladi. Celery workerimiz uchun ham image'ni kommentga olamiz. Bu yerda esa ikkita replika yaratamiz Celery'miz uchun. Qolgan ma'lumotlar menimcha barchasi yaxshi. Keling, qayta down qilaman. Up qilamiz qayta. Ikkita Celery worker ko'tarilishi kerak. E'tibor qiling. Mana. Docker PS. Celery workerlarimiz ikkita. Tekshirib ko'radigan bo'lsak, Docker logs. Bu safar container nomi o'zgarib o'zgargan. Celery worker 1. Yo'q, 1 mavjud emas. Deyapti. Ha, mana nomi. Try again in Redis dev. Ha, e'tibor qiling, bizda Redisga bog'lanishda muammo yuzaga keldi. Sababi Redisimizdan replika ko'paytirish uchun container name'ni olib tashladik va o'z-o'zidan Redis _dev degan nom endi ishlamaydi. Keling, devga o'tamiz va shunchaki Redisni o'zini qoldiramiz. Va shunchaki dbni qoldiramiz. Ha, o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Biz dev, qa, prod, local shunga o'xshashlar uchun bu narsani qilgan edik. To'g'rimi? Mana environment orqali dynamic ko'rinishga keltirgan edik. Hech ham xavotirga hojat yo'q. Men sizlarni multi-project qanday ishlashini ko'rsatib borish uchun tayyorlab boryapman hozir. Hozir bir nechta etaplardan so'ng sizlar bilan birga Docker Compose multi-project mana bu narsani ko'ramiz. Multi-container, multiple compose files. Docker Compose project, Docker Compose quick start. Shu yerlarda edi, qayerdadir how to adashmasam specify project name. Ha, mana specify project name. E'tibor qiling. Mana bu yerda yaxshilab o'qib chiqadigan bo'lsangiz, agarda siz hech qanday proyekt
bermaydigan bo'lsangiz, proyektingizga nom bermaydigan bo'lsangiz, o'sha qaysi direktoriyada turgan bo'lsangiz, o'sha direktoriya nomini olib ishlatadi. Default value sifatida. Bizning holatimizga qaraydigan bo'lsak, biz mana bu folder ichida turibmiz. Endi keling Docker PS ni ko'rsataman sizlarga. E'tibor qiling. Folderimiz va folderimizdan so'ng servisimiz nomi keltirilgan. Servisimiz nomi Celery Worker edi va o'rtasida chiziqcha orqali ajratilgan. Xuddi shunday ko'rinishda Docker Compose project ko'rinishida mana shunaqa folder nomini olib yaratib yuboradi. Biz esa nima qilamiz? Aynan proyekt nomini dev, QA, prod, UAT shunga o'xshashlar bilan o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerda bir nechta usullar bor buni qilishni. Mana masalan -p orqali qilish mumkin deyapti yoki mana bu environment variable ga mana bu compose project name ni berish orqali deyapti. Name orqali top levelda attribut chiqarish kerak deyapti. Juda ham ko'p usullar bor. Mana 5 xil adashmasam. Biz bugun sizlar bilan mana bu environment ga compose project name ni berish orqali qilinadiganini ko'rib chiqamiz. Mana shunga o'taman. Compose project name. Mana siz shell orqali yoki env orqali command line orqali berishingiz mumkin deyapti. Biz esa command line orqali beramiz. Mana bu yerda mana environment deb yuborayotgandek, endi environment deb yubormaymiz. Compose project name deb yuboraman. Compose project name deb yuborganimdan so'ng mana shu ko'tarilayotgan faylimizni dev proyekti deb nomlaydi. Keling endi konteynerimiz ichiga kelaman va hamma joyda environment o'rnida compose project name ni ishlataman. Lekin mana bu environment qoladi, chunki biz bu environment kalit so'zini mana bu yerda ishlatyapmiz. Shuni yoddan chiqarmaslik kerak. Shu joyini chalkashtirib yubormasligingizni so'rab qolaman. Pastga tushamiz. Bu yerda ham demak compose project name dev keladigan bo'lsa, bizda .env.dev holati yuzaga keladi demak. To'g'ri, faylni o'qiydi bu yerdan. Container name ni bundan ham olib tashlayman. Container name kerak emas. Umuman olganda savol tug'ilishi mumkin. Barchasi yaxshi ishlab turgandi-ku, nega kerak container name ni olib tashlash deyishingiz mumkin. Oldin ham aytib o'tganimdek, birinchisi replika qilish uchun bu muhim va biz keyinchalik Docker Compose dan Docker Swarm ga migratsiya qilgan vaqtimizda container name'lar ishlamaydi. Shuning uchun hozirdan tayyorgarlik ko'rib, optimallashtirib boryapman proyektni. Mana bu yerda ham bo'ldi menimcha. Boshqa narsa kerak emas. Ha, mana bu yerda. Yaxshi. Barchasi menimcha yaxshi. Faqatgina biz mana bu komanda orqali down qilib olishimiz kerak ishlab turgan konteynerlarni. No such file or directory. Xo'sh, to'g'ri. env fayllarni topa olmadi. Shuning uchun shunday deyapti. Endi compose project name bilan berishimiz kerak. Konteynerlar bormi? Ha, konteynerlar bor. Ha, e'tibor qiling. Endi biz mana bu komandani beradigan bo'lsak, bizda bu komanda ishlamaydi. Sababi bu boshqa proyekt hisoblanadi.
bizdagi boshqa proyekt hisoblanadi. Shuni inobatga olish kerak. Endi nima qilishimiz kerak? Biz qo'lda o'chirib chiqishimizga to'g'ri keladi. Docker stop. Bir daqiqa. Docker stop. Mana shunday. Keyingisi mana shu joyiga ozgina tushunmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Nega o'chira olmadi degan joyiga bu narsani ochib beraman. Mag'zini chaqib beraman to'g'rirog'i. Hozir bir daqiqa bu yerni tozalab olay. Oxirgisi qoldi. Mana redisimiz. Yaxshi. Endi Docker system prune mana bu komanda orqali barcha bor ma'lumotlarni o'chiraman. Ularga qo'shib volumlarni ham o'chiraman. Barchasi o'chdi. Docker ps, Docker images hammasi ketdi. Docker volume ls mana hech narsa yo'q. Endi Compose project orqali keling bitta tozalab olamiz. Compose project orqali app-d va build qilamiz. Endi Docker ps qilib tekshirib ko'radigan bo'lsak, e'tibor qiling, barchasi dev bilan boshlanyapti. Dev, chiziqcha web, dev, celery, worker. Anchagina kodlarimizni mukammallashtirib oldik. Ko'pgina takrorlanadigan kodlardan qo'shdik. Men bu kommentlarni o'chirmayman, sababi sizlar ko'rib foydalanishingiz mumkin, balki shuning uchun shu yerda qoldiraman. Endi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam Docker inspect qilib, masalan, mana webni ko'radigan bo'lsak, mana shu yerda project haqida ma'lumot bor. Yuqoriga chiqamiz. Mana Docker Compose Project Dev deb yozib qo'yilgan. Endi e'tibor qiling. Clear qilaman. Xuddi shunday ko'rinishda QA uchun ham ko'tarishim mumkin. Faqat bitta narsani hisobga olish kerak. 8001-port bilan bog'liq muammo yuzaga kelishi mumkin. Portni ham dinamiklashtirish kerak bo'ladi. Buning uchun
Mana bunday CVC port degan ma'lumotni tiqib yuborish orqali qilishim mumkin. Mana Mana e'tibor qiling. QA uchun 8002 portni ishlatyapman. Barcha ma'lumotlar bir-biridan mustaqil ravishda yaratildi. Mana networkimiz, volumlarimiz, konteynerlarimiz barchasi mustaqil tarzda ishlaydi. Docker PS qiladigan bo'lsam, dev va QA barcha konteynerlarimiz shu yerda, barchasi ishlab turibdi. Bittasi 8001, bittasi 8002 portda. Hozir UAT, prod, lokal barchasini ko'tarsangiz bo'ladi. Barchasi mustaqil ravishda ishlaydi. Docker inspect qilib, endi QA da turgan bitta konteynerni, masalan, QA Celery Workerni sizlarga ko'rsatib beraman. Mana Compose projectga qaraydigan bo'lsangiz, QA ajoyib. Endigi qiladigan ishimiz, biz QA ni down qilamiz, sababi hozir faqat dev bilan ishlayman. Davom etamiz. Demak, proyektlarga ajratib oldik. Qanday qilib sozlashni ko'rdik. Workerlar sonini ko'paytirdik, replikalar sonini. Endi sizlarga hozir queue'lar, exchange va routing key nima ekanligi haqida qisqacha ma'lumot beraman. Umuman olganda Celery'ga yana ham chuqurroq kiramiz. Endi keling. Mana shu joyda aynan o'zi Celery Worker orqa fonda qanday ishlashini ham chuqurroq tushuntirib beraman sizlarga. Hozir Docker PS qilib ko'radigan bo'lsak, mana devimiz ko'tarilgan. Biz hozir broker sifatida Redis'ni ishlatyapmiz. Ushbu Redis'da queue yaratilgan. Shu queue ichida biz tasklarimizni saqlab boramiz. Redis'imizni debug qilishimiz uchun biz Redis'imizda port ochishimiz kerak. Ularni olishimiz uchun mana bunda port mapping qilishim uchun men 63-78 portga ochaman. Nega desangiz, 63-79 port menda lokal kompyuterimda Redis o'rnatilgan. Hozir error beradi. Mana masalan Redis CLI deydigan bo'lsa, mana 63-79 port band. Shuning uchun 63-78 portdan foydalanaman. Bundan tashqari yana qilishimiz kerak bo'lgan ish, volumga olishimiz kerak Celery'larimiz datasini. To'g'rig'i Redis'da volum ishlatsak, Celery yozgan ma'lumotlar doimiy saqlanadi. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun volume yozamiz. Volumes. Mana Redis dataga saqlagin deyapmiz. Mana bu komanda ham kerak. Bu komandani Redisning dokumentatsiyasidan kirib tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Xo'sh, hozir ko'zdan kechirib ketsak ham bo'ladi. Redis append only. Redis persistence. Mana append only. Persistent logs every write operation received by the server. Demak, mana shuni berish orqali barcha ma'lumot operatsiyalarni yozib boradi, deyapti. Umuman olganda shu qo'shimcha append only ni yes qilib ketish kerak.
Endi yana bir volume yaratamiz Redisimiz uchun. Mana Redis data. Down qilaman. Xo'sh, bu QA. Bizga dev kerak. E'tibor qiling, mana QA orqali down komandasini beradigan bo'lsangiz, devdagi konteynerlarga umuman aloqasi yo'q. Aynan shuning uchun ham biz bundan oldin shu muammoga duch kelgandik va men qo'lda barchasini stop qilib o'chirib chiqgandim. Endi qayta up qilamiz. Yodingizda bo'lsa, bizda ikkita URL bor edi. 127.8001 bo'ladigan bo'lsa, sales report. Mana bu sales report URL ga request yuborish orqali userimiz report olish uchun request tashlar edi. Barchasi ishga tushdi. Konteynerlar docker logs dev salary worker. Xo'p, keling birinchisini ko'ramiz. Mana birinchisi ishga tushyapti. Birinchi sellerimiz ishga tushdi. Ikkinchi sellerimiz ham ishga tushdi. Endiga e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Xo'sh. Bizda queue, exchange va routing keylar haqida gaplashayotgandik, to'g'ri? Hozir men Redis CLI orqali -p 6378-portda biz Redisimizni olib chiqqandik. Endi keling, keylarni tekshiraman. E'tibor qiling. Mana bu queue hisoblanadi. Umuman olganda biz hozir mana bu URL ga so'rov yuborsak, mana so'rov yubordik, ma'lumotni qayta ishlash boshlandi. Mana shu queue ga kelib tushadi, ya'ni navbat desak bo'ladi. O'zbekchasiga keling, navbat deb gapirib ketaman. Mana shu navbatga kelib tushadi. Yoki navbat desam birmuncha texnik so'zdan chiqib ketib qolishimiz mumkin. Keling queue deb aytib ketaman. Mana shu queue ga kelib tushadi. Ushbu queue ga bizning web serverimiz tashlab beradi. Mana bizda web degan servisimiz bor edi. Ushbu servisimiz 8001-portda ko'tarilgan edi va biz 8001-portdagi servisimizga request yubordik. Va o'z navbatida 8001-portdagi servisimiz ma'lumotni qabul qildi va ma'lumotni qabul qilgandan keyin mana bu yerda VF da mana delay orqali reportning ID'sini generate sales report ga yubordi. Ushbu funksiyaning vazifasi queue ga tashlash. Mana shu funksiyani oladi va mana bu argument bilan queue ga tashlab beradi. Keling endi bu yerdan chiqaman. Queue nomini ham yoddan chiqarmang. Mana default queue, ya'ni hech qanday queue nom bermasangiz avtomatik holatda Celery nomini oladi. Endi birinchi workerimiz ushbu taskni qabul qilmabdi. Ikkinchi workerimizni tekshirib ko'ramiz.
ikkinchi workerimiz qabul qilibdi. Ikkinchi workerimiz qabul qilgan va muvaffaqiyatli ishlab, muvaffaqiyatli tugatib qo'ygan ishni. Keling endi yana bitta request yuboramiz. Yana bitta request yubordik. Qani ko'ramiz bu safar qaysi workerimiz qabul qilib olar ekan. Ikkinchi workerimizga qaraydigan bo'lsak, yana ikkinchi workerimiz qabul qilibdi. Birinchi workerimizchi? Birinchi workerimiz hali ham bo'sh. Yana yuboramiz. Birinchi workerimizni yana tekshiramiz. Ha, menimcha ikkinchi worker birinchi workergacha task qabul qilishga qo'yib bermayapti. Bu vaziyatda keling chuqurroq kirib boramiz va men sizlarga chuqurroq tushuntirib beraman mana shu joylarini. Mana e'tibor qiling. Queue salary, demak default queue ko'rinishda salary sozlangan. Exchange salary direct. Umuman olganda exchange nima? Mana queue nimaligini tushunib oldik. Demak, mana bu URL ga so'rov yuborgan vaqtimizda biz web servisimiz oladi va queue ga tashlab qo'yadi. Queue deganda oddiy navbat. Mana masalan restoranga bordingiz, qandaydir balki lavash zakaz qildingiz, ushbu lavash tayyor bo'lishini navbatda turib kutasiz va sizning navbatingizni monitorda chiqarib qo'yadi. Masalan, zakaz raqamingiz mana bu va zakazingiz qanchadir vaqtdan keyin tayyor bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash bu yerda ham tashlab qo'yildi. Mana shu ID queue ga tashlab qo'yildi. Qachon worker bo'shasa, o'sha worker oladi shu zakazni, bajaradi va shundan keyin javobini qaytarib beradi. Xuddi shunga o'xshash narsa. Oddiy qilib aytganda. Exchange nima? Mana exchange types deb qidirib ko'radigan bo'lsangiz, bir nechta exchange typelari bor. Mana direct, topic, fan out, headers. Bularning bir-biridan farqi direct deganda directni ishlatadigan bo'lsangiz, aynan qaysi queue ga qaysi routing key bilan yuborish kerakligini aytishingiz kerak. Routing key deganda bitta queue ning ichida turli xildagi yo'laklar bo'lishi mumkin. Mana masalan bitta queue'miz bor. U queue'mizning ichida uzoq vaqt ishga tushadigan long running tasklar bo'lishi mumkin. Tez bajariladigan quick running tasklar bo'lishi mumkin. Xuddi shunlarni routing key orqali so'zlasak bo'ladi. Mana routing key ga bitta misol ko'rsataman. Mana masalan media video, media image. Ikkalasi ham mana bu yerda queue har xil ekan. Xo'sh, umuman olganda mana queue bir xil bo'ladigan bo'lsa, mana routing key orqali har xil yo'nalishlarda yuborsa bo'ladi. Endi exchange ga qaytadigan bo'lsam, direct bo'ladigan bo'lsa, exchange type queue specific berilgan bo'lishi kerak. Routing key ham specific berilgan bo'lishi kerak. Siz yaratmagan bo'lsangiz ham salary orqa fonda avtomatik yaratib oladi. Mana bu yerni ko'radigan bo'lsak, routing key salary, exchange salary direct type bilan yaratilgan. Demak, exchange nomi salary, type direct. Queue ni nomi salary. Endi keling. Mana bu yerda sozlamalarga boramiz. Sozlamalarni xohlasangiz mana bu yerda yozsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz default page'da yozsangiz ham bo'ladi. Bir nechta qo'shimcha sozlamalar kerak bizga. Birinchi sozlamamiz time zone ni biriktirib olamiz. Time zone bizda bor mana bu yerda. UTS ekan. Keling shuni Asia Tashkentga o'zgartiraman va mana shu time zone ni mana bu yerda ishlataman. Sababi vaqt
chiqqan vaqtda, loglarni vaqti ko'ringan vaqtda Toshkent vaqti bilan ko'rishimiz uchun. Keyingisi mana salary task default queue. Default queue'miz bizda salary edi. Endi shuni default queue ga o'zgartiryapman. Umuman boshqacha nom beryapman. Istalgan nomni bersangiz bo'ladi. Xohlasangiz ABS qilishingiz mumkin. Mana keling. ABS queue. Xo'sh, ajoyib podskaska. Bu yerda nima deyapti? Siz mana bunday task routes orqali diktni ichida aynan turli xildagi tasklarni turli xildagi queue'larga joylashtirishingiz mumkin. Mana masalan bizda hozir sales ichida tasks.py bor. Tasks.py mana buni ichida bitta taskimiz bor. Xuddi shuni sales queue ga beryapmiz. Demak, agarda shu task qachonki bajarilishga yuborilsa, biz default queue, ya'ni ABC ni ishlatmaymiz va uni o'rniga sales queue ni ishlatamiz. Ya'ni sales uchun alohida queue. Mana bu yerda esa mana bunday qilib qo'yishingiz mumkin. Umuman olganda mana bu hozircha kerak emas. Shunchaki o'chirib tashlayman. Mana bu degani nima degani? Bizda default queue bu, lekin aynan salesdan keladigan buyurtmalarni olish uchun mana bu queue ni ishlatamiz. Endi barchasi yaxshi. Qayta servisimizni Docker Compose project. Mana bunday qilib down qilamiz va qayta up qilaman va shundan so'ng ko'ramiz. Salary workerimiz qaysi queue ni oladi, qanday ishlaydi. Docker logs salary worker 1. Workerlarimiz ishga tushishini kutamiz. -f bilan. E'tibor qiling. Default queue salary o'rniga ABS queue ga o'zgardi. Bu safar exchange nomini ham ABS queue ga o'zgartirdi. Routing key ni ham ABS queue ga o'zgartirdi. Endi ko'ramiz. Ushbu reportga yuboraman request ni. Yangi report uchun request jo'natildi. Birinchi workerimiz qabul qilgani yo'q. Ikkinchi workerni tekshiramiz. Ikkinchi workerimiz ham qabul qilgani yo'q. Keling endi Redis CLI orqali e'tibor qiling. Ushbu komandamiz nima qiladi? Ushbu komandamiz Redisdagi mana shu queue'da turgan messajlarni nechta ekanligini sanaydi. Bizda hozir default queue ga qaraydigan bo'lsam 0 ta message turibdi. Bu degani hozir bu queue ga kelib tushmagan. Bizning xabarimiz endi sales queue ga qaraydigan bo'lsam bu yerda bitta message turibdi. Keling endi yana bir marta request yuboraman. Yana bitta request jo'natdik. Tekshiramiz. E'tibor qiling. Queue'dagi ma'lumotlarimiz soni 2 ga yetdi.
Bu degani hozir hech qaysi workerimiz ushbu messajlarni qabul qilmaydi. Mana workerlarimizni tekshirib ko'radigan bo'lsak, worker 2 miz qabul qilmagan, worker 1 miz qabul qilmagan, ikkalasi ham. Sababi ular ABS queue ga qaratib sozlab qo'yilgan. Routing key, ABS queue ni o'zi ham boshqacha. Keling endi workerimizni ABS queue dan emas, sales queue dan oladigan qilib sozlaymiz. Buning uchun -q va sales queue desak bo'ladi. Agar bir nechta queue'lardan olishini xohlasangiz, vergul orqali yozib ketsangiz ham bo'ladi. Bemalol. Down qilamiz. Qayta up qilaman. Ikkinchi workerimizni kuzatamiz. Ikkinchi workerimiz qabul qilmadi messajlarni. Birinchi workerimiz ham qabul qilmadi negadir. Ikkalasi ham qabul qilmadi. Keling endi messajlar soni. Negadir messajlar soni 0. Juda ham g'alati. Keling to'g'ridan to'g'ri yuborib ko'raman mana bu yerdan. Mana. E'tibor qiling. Qabul qildi. Yana bitta yuboramiz. Ikkinchisini ham qabul qildi. Barchasini o'zi qabul qilyapti. Mana endi ikkinchi workerga ketdi adashmasam. Ha. Mana ikkinchi workerga keldi. Umuman olganda nega bunday bo'ldi? Salary prefetch multiplier deb qidiradigan bo'lsak, mana bunday sozlama bor. Mana setting by the number of child worker processes. The default is 4 messages. E'tibor bering. 4 ta xabarni bizda qabul qildi. Hattoki barchasini ishlay olmasa ham ushbu worker 4 ta xabarni qabul qildi va o'zining xotirasiga yozib qo'ydi va bularni ketma-ketlik bilan ishlaydi. Aynan mana shu vaziyatda mana shu sozlamani keling sozlamalarimizga qo'shamiz. Birga o'zgartiramiz shuni. Endi bu sozlama bizga nima beradi? Bu sozlama agarda worker band bo'ladigan bo'lsa, bittadan boshqa tasklarni olmaydi va faqatgina bitta taskni bajaradi. Bundan tashqari salary konkurensiya orqali bajarsak bo'ladi tasklarni. Mana bu yerda event production -s orqali bersangiz bo'ladi nechta parallel bajarish kerakligini. Mana -s dan so'ng yoki mana bunday concurrency deb yozsa ham bo'ladi.
xuddi shunday prefetch multiplierni ham mana bu yerda argument sifatida yuborsa bo'ladi yoki settingsga qo'shsa ham bo'ladi. Keling, bitta konkurensiyadan foydalanamiz. Hozircha endi keyingi qiladigan ishimiz bizda nima? Keyingi qilishimiz kerak bo'lgan narsa mana send task to specific queue. Ushbu taskimizni hozir e'tibor qilamiz. Sales tasks sales queue ga yuborilyapti. Default queue bo'ladigan bo'lsa ABS queue. Agarda mana bu komandani, mana bu sozlamani kommentga oladigan bo'lsak, endi barcha tasklar ABS queue ga borib tushishi kerak. Lekin buning o'rnida men nima qilaman hozir? Mana bu yerda delay dan emas, mana bunday apply async orqali taskimni yuboraman va queue ni ham ko'rsataman. Aynan nega delay o'rniga apply async dan foydalandim? Sababi queue ni ham ko'rsatish mumkin. Mana bu yerda ikkalasi ham deyarli bir xil ishlaydi, faqat birozgina farqlari bor. Bemalol kirib izlanib ko'rsangiz bo'ladi asosiy farqlar to'g'risida. Mana sales queue ga o'zgartirdim. Keling, tushunarliroq bo'lishi uchun sales 123 queue. Endi xuddi shu queue ni o'qiydigan qilaman workerni. Workerlar sonini ham birga tushiraman. Down qilamiz. Nolga teng mesajlar, xo'sh, loglarni ko'ramiz. 2 endi mavjud emas, faqatgina 1 mavjud. Workerimiz ishga tushdi. Workerimiz sales 123 queue dan ma'lumotlarni o'qiydi. Endi request yuboramiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu xabarimiz to'g'ridan-to'g'ri sales 123 shift chiziqcha queue ga kelib tushdi va workerimiz qabul qildi. Xuddi shunday ko'rinishda turli xildagi tasklarni turli xildagi queuelarga bemalol jo'natsangiz bo'ladi. Endi yana bir narsaga e'tibor qilamiz. 2 3 Mana bu yerda 4 ta xabar qabul qilindi. 4 ta xabar. Menimcha mana bu sozlamamiz ishlamayapti. Keling shu sozlamani mana bunday o'zgartiraman u qayta down qilaman. Up qilamiz qayta. Birinchi workerimizni loglarini ko'ramiz. Worker ishga tushish arafasida.
workerimiz ishga tushdi. Endi tasklarni yuboramiz. Taskni qabul qildi. Ikkinchi task, uchinchi task, to'rtinchi task. Va e'tibor qiling. Workerimiz bitta taskni amalga oshiryapti va ikkinchi taskni qabul qildi, lekin boshqa tasklarni qabul qilmadi. Sababi mana bu sozlamamiz endi ishlayapti. Demak, hozircha bitta taskni bajarib turibdi, ikkinchi taskni esa o'zining xotirasiga oldi va boshqa tasklarni olmadi. Mana xo'sh, menimcha bu boshqa tasklarni ham olishga ulgurdi. Yo'q, nechta kuyuga joyladik? 1 2 3 4. Keling, 4 ta taskni joylab tekshiramiz. Ha, sales 1 2 3 adashmasam. Ha, to'g'ri. Mana ikkita task bo'lish kerak edi. 3 ta task adashmasam qo'shildi. Umuman olganda mana workerning loglarini ko'radigan bo'lsak, qachonki bitta taskni muvaffaqiyatli bajarganidan so'ng ikkinchi taskni qabul qiladi. Aynan xuddi shunday ko'rinishda hozir bu yerda bitta konkurensiya qilingan. Konkurensiyalar sonini oshiradigan bo'lsangiz, xuddi shunday oddiy matematika orqali ko'paytirish orqali aniqlashingiz mumkin. Bitta worker qancha taskni bajara oladi va uning qo'shimchasi sifatida yana hozir bizda asosiy workerlarimiz umuman olganda bu yerda ham bizda worker bor. Masalan, worker 1 deydigan bo'lsak, ichkarida ham worker yaratilyapti. Mana shu joyda birozgina chalkashmovchilik kelib chiqishi mumkin, lekin bu yuqori darajada turgan worker ichkarida yana bitta worker yaratadi. U workerni ichida konkurensiya paydo bo'ladi. Masalan, konkurensiya sonini necha qo'yadigan bo'lsangiz, o'shanga qarab protseslar yaratiladi workerning ichida va har bitta proses xabarlarni, demak, qabul qilib tasklarni bajaradi. Menimcha hamma tomon tushunarli bo'ldi. Ha, barchasini ko'rib chiqdik ajendamiz bo'yicha. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha